Do'stlar, xudo xolasa şöyle 4-5 tane avtomobilimizni narxini tushirdik. Egalarga telefon urib, qo'ldan kelgancha zo'r sanada reklama qilish harakat qilamiz. Kuzatib boraverasizlar. Lada Priora avtomobilimiz 2009-yil 226 ming probega yurgan. Avtomobil kraskasi 5-10% bu medachida. Metan gazlari bor, 100% rodni udar-pudar degan narsalar yo'q. Mashinada tirolisidan 4 tane diska bo'lmoqlab qo'yilgan. Bu yerda Nexia'ning savdosi bo'lib turibdi, xudo xolasa. İlk ekan. Chixol polik hamma o'jar tayyor. Ideal holatda mashinamiz. Xarid qilishlaringiz mumkin avtosavdoda. Endi 2009-yil Lada'miz 226 ming yurgan, narxi 34 million so'm qo'yibdilar. Xarid qilishlaringiz mumkin. 10 million bilan qilyapti. Benim elektra 3 yilga chiqadi, 1 million 800 ming so'mdan chiqadi. Naqd pul bo'lsa ozgina yana savdo qilsa bo'ladi ustidan yasangizlar. 1 million 700 dan chiqib qoladi. Tamam. Endi azimini puli yana tushdi. 1 million 500, 1 million 600 dan chiqib boradi elektra 3 yilga chiqadi lekin. Eldin 10 million berib Lada Priora minsayda bo'ladi. Lüks konditsioner bu. Hamma o'zlari bor. Demeyin efendim, savdacı. Savdalaştırıp mısınız? Verin geliştirip var. Ben dedik o. Ne zaman sonra tuz? Ben 50'ye nak. 58'e sonra tuttu. Ben 60'a veremem. Hiççe olsa vereceksiniz. 60 olsa veremem. Geliştirip aytamayın. Yok hey 50 nak. Ne oldu bu tuz? Bana tuttu ana sonra bu turgan göredim mi nazı otursanız bu. Şey bu motivate de 50'ye sonra turmadılar kuder. Aynen koy ver adasını 5 futtan ki. Kırkışma yok. Primo iyi veremiz. Yok, kırkma. Ama normalde sizden sonra gayret ha. Maşını yere vurma. Maşın rahat no. Hız bir 50 de. Size mi hava katısılık etmeyin benim geliştirip. Hadi ben bunu koymayın ha. Yakşı koyayım. 56'a sonra koydu onu. Aşağıdaki ben mi koyma? İnşallah. Vermem dedi. Size bir gün var satılmam maşını. Doğru mu? Satılma keyfeti Bir ay bunu sonra verin. Bir ay bunu. Satama 55 dedi. 50'ye sonra ise 45'e soran be. 55 dedi ki. Çoktan 50'ye sonra verin. Biz 55'e sonra koyduk bunu. Biz Bermin'e kopma ülken bak o. Sıcakta. Askerde ülken başı sonra koyduk. Ben mi koydum? Burası satılma üzere veremez faydalansın. Vermişsin bak. Satılma ne? Keyin xudo xolasa. Ya las ettik ana. Gentra. Sıkmaşına. Evet, yandım ya. Lasetti Gentra qilingan bahasini yana tushirib berdi egalari. Qarang. Elde o'zgargan Gentra qilingan avtomat korobka 4 tane balon, ercha balon, lyuk avtomat diske toza. Qaranglar. Monitor, avtomat korobka ko'rishingiz mumkin. Yana bu araba. Yana ne oldu ya? Böyle akvapirit qilingan polni. Alicantara bo'lgan. Yine do'stlar ko'rishingiz mumkin. Lyuk ham o'sha ishlab turibdi, konkret gap bo'lish mumkin emas. Chixollar ham zo'rindan qo'yilgan. Defektsiz avtomobilimiz. İdeal holatda. Bahasini 77 million so'mga tushirdik. 164 ming yurgan kraska zanjir ishlangan pakaleniya metall va 2010-yil Lasetti avtomat korobka Gentra qilingan. Aytdik 77 million so'm naqd pul. Bu yan tarafimizda Nexia 3'ümüzde yine bahasini tushirib beramiz yurtdoshlarimizga xudo xolasa. Olasizmi ya? Yo'q. Bogatniki. Srochni sotiladi. Çok verdik. He? Yazıp tutma. Ya yazılaversin. Beremem. Biter ne atayım mı? Ne? 98'e veremem. 19 Rodnoy metan setan mevcut bak. 134 bin yurgan. Görün kanı doğru gelse 2019-yil Nexia 3 avtomobilimiz klassikalar Rodnoy. Dırık maşinamızda kırçık pırçık yok, kemçilik yok. 113 bin yurgan. Motora külüş demegen. Üstünden düzülgen kıllap, üstünden lakin. Metan gazlar bak pılı 98 milyon so'm veramiz do'stlar. 98 milyon so'm kredite. Endi kredit 98 milyona bersak, shunda 13-14 milyonlar bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million so'mlardan chiqib boradi. 4 yilga chiqadi. 3 million so'mdan tushadi oylik to'lov. Bemalol xarid qilib ketaverasiz. Avtosavdoda, sotuvda xarid qilishingiz mumkin. Keyin
Dostlar bu obzorumuzdan keyin Nexus 3 ajrab beramiz ki Gentra'lar, keyin Cobalt'lar kelaverasizlar. Tavsiya etamiz gençler, so'raymiz. Mana do'stlar, Nexia olmoqga kelsangiz, Tico olmoqga kelsangizlar ham Tico'lar ham bor do'stlar. Mana do'stlar, damozlar ham Vibur ko'p. Bemalol kelaverasizlar. Rahmat, shuni sotib olmoqchilar bo'lsam, akkalishlaringiz mumkin, shuda qo'yib chiroyli qilib reklama qilib savdo qilib beramiz. Rahmat.